Qo'limni ushlamasdan yur. Nimaga? Nima, men sizga begonamanmi? Shunchaki ushlama dedimmi, ushlama. Yur tezroq narsalarni olaylik. Nimaga qarab turibsan? O'tir mashinaga. Mendan uyalasizmi? O'zim taksi bilan ketaman. Nima? Xafa bo'ldingmi? Agar qo'limni ushlamoqchi bo'lsang, uyda ham bemalol ushlayverasan. Bu jamoat joyi. Bu yerda har xil odam bor. Kimnidir eri yo'q. Nimaga tushunmaysiz, Farhod? Bolamiz kasal. Mana topganim yetmayapti. Aliment pulini vaqtida to'lab qo'ying. Kim bor, qarab boring. Keling, davay. Kimnidir xotini yo'q bo'lishi mumkin. Mana bu olgan narsalaringiz. Rahmat aka, salomat bo'ling. Salomat bo'linglar. Joyim shu yer. Bemalol kelaveringlar. Xo'p bo'ladi. Qani? Yo'q. Onasi bu yoshlarni ko'rib, yoshligim esimga tushib ketdi. Biz ham xuddi shulardek maza qilib bozor aylanardik. Bugun savdo zo'r bo'ldi. Lekin hayotimga sen yetishmayapsan, onasi. Ularning oldida baxtli ko'rinib, eski xotiralarni qo'zg'atish niyatim yo'q. Hech qachon esingdan chiqarma. Bolasi yo'q odamning oldida bolangni, puli yo'q odamning oldida esa pulingni ko'p ham maqtayverma. Ularning yuragi og'rib qolishi mumkin. O'tir mashinaga.